O'zbekistonning 8 ta viloyatida sel xavfi e'lon qilindi. O'zgidrometning ma'lum qilishicha, kutilayotgan yog'ingarchilik sabab O'zbekistonning ba'zi hududlarida sel suv toshqin hodisalari kuzatilishi mumkin. Jumladan Qashqadaryo viloyati, Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyati, Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrabot tumanlarida, Samarqand viloyati, Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabot, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida, Jizzax viloyati, Zomin, Baxmal, G'allaorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyati, Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rtachirchiq, Yuqori-Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyati, Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyati, So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida, Andijon viloyati, Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida aholidan ehtiyot choralarini ko'rishlarini so'rab qolamiz. Ushbu videoni barcha yaqinlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'yishni unutmang. Zero ogohlik davr talabi. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.